Sizning xizmatingizda Toshkentning eng zo'r samimiy diskotek gruppasi bolalar O'zbekiston yoshlariga Pushin studiyasida 1993 yanvar oyida yozilgan maktublarimizni hadya etamiz. Rahbarimiz Ruslan Sharipov yoki Olov, bizning solistlar Tohir Sodiqov, Bahodir Po'latov va men Javohir Zokirov. Qani bolalar, boshladik. Shamollar ochar derazani, sen turib oy nurida eslarsan o'tgan kunlarni. Shunda qara senga yulduzlar, ustingdan jaratilar osmon, paydo bo'lar ko'zingda yoshlar, lekin u kunlar qaytmas hech qachon. Esingdan seni qish kunlari, shamollar uchirib bolani. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Esingdan seni qish kunlari, shamollar uchirib bolani. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Men ko'zlaringga qarardim va bu tushligimni bilardim. Tun o'tar va kelar tong va uchrashmaymiz biz hech qachon. Ammo kerakmas ko'z yoshlar to'kish, tasodif uchrashuvni qiyinmas uni